Hasad inson qalbini yemirib tashlaydi. Hasadchining qalbida zulmat, atrofi ham faqat qoralikdan iborat. Hasadchining fojiasi bu birovning hayotiga qarab o'zini hayoti bilan yashashni unutayotganida. Birovning baxtini ko'ra olmaydigan insonlardan uzoq yuring. Aks holda pozitiv energiyangiz ketib qoladi. Natijada uni negativ energiyasi ta'sirida qolib ketasiz. Hasad bilan yashaydigan inson bir umr o'z baxtsizligida boshqalarni ayblab yashaydi. Hasad bu fojia, balchiq kabidir. Qalbingizni poklab Allohga ishoning, chunki qalbdagi sakinatni mehribon Alloh beradi.